Alo, Alo, assalomu alaykum. Bugungi kun valyuta ayyomlarini, shukronalik kunlarini qarshi olgan Samarqand viloyati Urgut tumani Tersak mahallasi istiqomat qiluvchi eng aziz insonimiz Dildoraxon opajonimiz bilan bog'landikmi? bog'landingiz? Men Opajon, Dildoraman. bugungidek o'tayotgan go'zal kuningiz, mazmunli kunlaringiz muborak bo'lsin. Avvalambor Allohimiz uchun suyukli banda, suyukli Rasulimiz uchun ummati bizlarga ne'mat bo'lgan, qarshi olgan 44 bahoringiz qutlug' bo'lsin opajon. Sizni juda Rahmat. yaxshi ko'rguvchi eng aziz insonlaringizdan borlar aynan bizning loyiha Shukrona tabrik loyihasiga murojaat qilgan ekanlar. Dilga yaqin bo'lgan aziz insonim, g'amxo'rim, sirdoshim, dildoshim, qondoshim, jondoshim, mehribon jigarim bo'ladilar. Tabriklar berasiz deya sizni jigarlaringizdan borlari bizga murojaat qilganlar. Qutalarim birda, rahmat hammasiga. Sog' salomatga nazasin, umrlari uzoq bo'lsin. Ishlarini rivojini bersin, o'qishlarini omadini bersin. Hamisha salomatini bersin. Siz ham sog' salomatgina bering. Ishlaringizni barakasini bersin, barorini bersin. Albatta. Chin yurakdan tabriklayman. Ularni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Mening to'ng'ich opajonim bo'ladilar deya qaysi bir ukangiz bizga murojaat qilganlar. Dildora opa. Bilmasam, endi ukalarim telefon qilgandirda, bergandirda, endi menimcha shu kichkina ukam Samat ukam bo'lganmi? Bergan bo'lsa kerakdirda. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi, sevganingiz, ishonganingiz, mening mehribonim deya ta'riflarni keltirib o'tgan ukajoningiz Samat aka nomidan kelgan tabriklaringizni bezovta qilyapmiz. Opajon, avvalambor ushbu kun qarshi olgan go'zal kuningiz bilan biz ham loyihamiz ijodkorlari bilan birgalikda chin qalbimizdan tabriklaymiz. Doimo qalbingizda, dilingizda o'ylagan har bir orzu niyatlaringizga bekim ko'z erishib yashamoqligingizni tilakdoshiman. Suyukligim, jiyanlarim baxtiga sog'-omon bo'lsinlar. Hojonam bor, hojonam baxtiga sog' bo'lsinlar. Tabriklar va ta'riflarni yo'llab o'tgan ukajoniga Samat aka nomidan ham mana shunday biz ham Allohim ulardan rozi bo'lsin deya tilakdoshimiz. Ruxsatingiz bilan ularni tabriklarini o'qib eshittirmoqlikka harakat qilamiz opajon. Assalomu alaykum. Qadrligim, qadri balandam. Men uchun qadrli bo'lgan, Allohim uchun suyukli bo'lgan eng mehribon insonim opajonim. Sizni bugungidek qarshi olgan go'zal kuningiz, shukrona ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim bugungidek yoshlarni hali ko'plariga kirib yashamoqligingizni tilakdoshiman. Shirin joningiz hech qachon dardliligini bilmasin. Allohim yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Dunyo turguncha turing ilohim. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Ilohim Alloh deya har bir niyatlaringizni, so'raganingizni, siz so'ragandan ziyodasini bemashaqqat qilib yetkazmoqligini tilakdoshiman. Dumkimo uyim, joyim, ro'zg'orim yetinmay mehnatasiz. Ilohim har bir mehnatlaringizni, rohatlarini farog'atlarda ko'rib yashamoqligingizni tilakdoshiman. Shirindan shakar bo'lgan jiyanlarimni baxtu kamolini ko'ring. Allohim o'zi uchun yaqin deb bilgan bandalari, solihu soliha bo'lgan bandalar safida yashamoqligingizni tilakdoshiman. Doimo yaxshi kunlaringizda, go'zal kunlaringizda yelkadoshi bo'lib turmoqlik men ukajoningiz uchun ham nasib ro'zalagan bo'lsin. Sizni chin yurakdan yaxshi ko'raman. Nasib etsa go'zal kunlarda, shukronalik kunlaringizda muborak bo'lgan kabi tilloqlarda ibodatlar qilmoqlik. Opajonim, sizni Hoji opalik ulug' maqomida ko'rmoqlik biz jigarlaringiz uchun ham Allohim yor etgan bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt, hech qachon. Oshubda qalbingiz suymasin armon. Sizni baxtlar quchsin har lahza, har on. Dunyolar toshsagar o'zadan buzar. Bu hayot aslida shundayin kam o'zar. Jigarim deb men uchun jonini uzar. Ifora jannat rayhonam opam. Ko'ngil deb aytasiz ko'ngilim makonim. Erkalab suyaysiz hatto armonim. Onamdek kuyasiz og'risa jonim. Dardimga malhamim o'zimni opam. Og'ir so'z vazminim shoshmaganimsiz. Buloqdek qaynab toshmaganimsiz. Ko'ngli yosh, hali 18dan oshmaganimsiz. Go'zal lobarsiz, o'zimni mehribon opam. Jonimni qilay sizga poyondoz. Opajonim, ko'ylagi nimchasi o'zingizga mos, onamning ro'mollarini o'rang iltimos.
poyi jannatim, mehribonim opam, farishtam opam, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Bo'lmasan qalb gavharingizga ozor bergan bo'lsam, ushbu kun uzrlarimni so'rayman. Sababi juda ham erkatoy ukangiz bo'lganman. Nimani so'rasam qo'limga muhayyo etgani, tilaklarimga ijobat etgan eng aziz insonimsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi ukangiz nomidan qabul qilgaysiz deya Samad aka nomidan qabul qilgaysiz opajon. Qabul qildim, rahmat akajonim, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. O'qishlarini omadini bersin, umri uzoq bo'lsin, sog' salomatgina bo'lib, baxtli, saodatli bo'lsin. Nimaiki niyat qilganimizda niyatlariga erishsin iloyim. Hamisha yo'llari ochiq bo'lsin. Sog' omongina bersin akajonim. Albatta, ilohim doimo baxtli qo'llaringizda Hoji onajonim bilan birgalikda tabriklayman deb aytib o'tdilar. Jannatingiz onajoningizni ham opajon onaligi baxti bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Doimo baxtingizga sog'-omon bo'lsinlar. Siz necha bahorni qarshi olsangiz-da, bugungidek jigarlaringiz bilan birgalikda farzandim ko'zimning yoquq orasida seni tabriklayman deya aytmoqligi baxti onajonimiz uchun nasib ro'zalagan bo'lsin ilohim. Onajonim sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha bizlarni boshimizga sog' omongina bo'lib, katta hajlarga borsin ilohim. Sog' salomatgina bersin, umrlari uzoq bo'lsin, jigarlarim hammasi sog' salomatgina bo'lsin. Ishlarini omadini bersin, rivojini bersin, barakasini bersin, umriga, rizqiga baraka bersin, hammasini sog' salomatgina bo'lsin jigarlarim. Ilohim aytganingiz kelsin. Opajon, biz ham mana shunday go'zal kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugungidek unutilmas ayyomingizni o'zingiz yaxshi ko'rgan, o'zingiz dildan suygan aziz insonlaringiz bilan birgalikda o'tkazmoqligingizni tilakdoshiman. A'lo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Siz bizni jon quloqlaringiz bilan, mehrli yuraklaringiz bilan tinglaganingiz uchun opajonim Allohim rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga ham. Ishlaringiz omadini bersin, sog' salomatgina bo'linglar sizlar ham. Rahmat opajon. Allohim rozi bo'lsin. Salomat bo'ling ilohim. Allohim shunday beradi. Hammamiz sog' salomatgina bo'lib, umrimizni uzoq bo'lsin, hammamiz sizlarga ham ishlaringizni omadini bersin, rivojini bersin, barakasini bersin ilohim. Rahmat. Sog' salomatgina bo'ling sizlar. Rahmat, omon bo'ling opajon. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Azizlarim, suyganlarim, dildan mehr qo'yganlarim, birga davron surganlarim, aziz opa singillarim. Siz borsizki bag'rim butun, bo'lmagayman g'amga tutqun. Shukr qilay siz bor uchun, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Ko'z biringiz qosh, sal qoqilsam menga sirdosh, ko'ksimdagi botmas quyosh, aziz opa singillarim. Biringiz ko'z biringiz qosh, sal qoqilsam menga sirdosh, ko'ksimdagi botmas quyosh,
opa singillarim. Yuribmanda ko'ksim kirib, yulduzni binarvan urib. Yuringlar ey menga kirib, aziz opa singillarim. Sizlar meni keragimsiz, hayotdagi tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, aziz opa singillarim. Baxtimga siz omon bo'ling, g'amlar ko'rmang, shodon yuring.